21 kun ichida Allohning izni bilan niyatlaringizga erishishni xohlaysizmi? Unda videoni saqlab oling. Allohga oson texnikasini, sir-asrorlarini o'rganamiz. Oddiy yozib yurgan maqsadlaringiz qatoriga endi Allohning 99 muborak ismlarini qo'shib yozamiz. Misol uchun, yangi uy olishim 2026-yilda Ar-Razzoqga oson. Turmush o'rtog'imni ishlari yurishib, daromadi oshishi Al-Malikka oson. Eng sirli joyiga keldik, yaqinroq keling. Hamma niyatlaringiz amalga oshishi uchun siz yozishingizga, daftar ruchkaga emas, aynan Allohga tavakkal qilasiz va unga ishonasiz. Har qanday texnika amaliyotni qilganingizda ham Allohga ishonish, ixlos qilish birinchi o'rinda turadi. Har safar yozayotganingizda Alloh sizni eshitayotganiga va aynan niyatingiz ijobat qilayotganiga amin bo'ling. Bu asmolarga ega bo'lish uchun kommentariyaga ism so'zini yozib yuboring. Videoni kimga borishni bilasiz-a? Albatta saqlab oling.